Okalar avtosalondan yangi mashina olib, xuddi shunaqa navrot qilaman desanglar, sizlarga eng kamida 8,5 ming dollarga tushadigan mashinani men sizlarga arzon narxda ko'rsataman. 2026-yil. Mashina absolyutni yangi, 4600 kilometr yurgan. Salonlarni ko'ring, salonlar ham yangi holatda bo'lib turibdi. Patologlari qoraytirib obshipka qilingan, mana bunaqa safely barlargacha uстановка qilib qo'yilgan. Bunaqa yaxshi qimmat chexollar bor ekan, Malibu bar, mechgarpuklari, ona bolalari bilan Evokur polik linoleumlargacha solib qo'yilgan. Yaxshi Pioneer maytxo'laga uстановка qilingan. Probegi 4600 kilometr bo'libdi. Mechgarpuklar bor. Obshipkalar zina rangiga moslab yaxshi qilib qo'yilgan. Salon detalari black pianolargacha qilib qo'yilgan okalar. Mashina to'liq variantda shumizalatsiyalargacha qilib qo'yilgan. Kataloglarga barli uстановка qilib, Pioneer original kolonkalargacha bor okalar. Orqa oynalari qoraytirilgan. Oldlar bo'laga, old oynalariga sonzashtalargacha urib qo'yilgan. Bunaqa eko stikkerlargacha olib qo'yilgan, yashil metan gazlarga uстановка qilingan. Yangi balonlarga taqib qo'yilgan, hali kraskalari uchib ketmagan. Mashina absolyutni yangi, xohlasa olib mazza qilib haydaysizlar. Kraskalari absolyutni toza. Olib mazza qilib haydashingiz uchun 7850 dollar bo'lsa, berib yuboramiz. Olib foydalanib qolinglar okalar.